bersangiz, Allohim sizlarga mingini bersin. Amin. Sizlarga katta rahmat. Hammamizni yedirgan, ichirgan, paxtalariga baraka bersin. Bekorga bunaqa shishali bakallarda qilmayapmiz, sababi atarazli bakallarda qilsak agar u yana ekologiyaga zarar bo'ladi. O'shaning uchun hozir suvlarni ham, shakar, ko'rsalarni hammasini olib, o'sha obodonni opalarga, akalarga shunaqa ko'rinishda bakal bilan taqdim qilyapmiz. Ekoxel kelajakka mas'ulmiz.